نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. İki ne'mat borki, odamlar ko'p ham shu ikki ne'matni qadriga yetmaydilar. As-sihhatu wal farogh. Qarang, sog'lik, salomatlik va xotirjamlik. Bundan katta ne'mat yo'q azizlar. Bugun ikki katta ne'mat bilishimiz kerak. Bu ne'matni qanchalar ulug' ne'mat ekanligini. Qachon shu ne'matni qadriga yetamiz? Ulug'lar aytadiki, inson hech bo'lmasa bir oyda bir marta shu kasallik ko'rgani borish kerak. O'ziga bir lozim qilib olish kerak. Yosh bir shifoxonaga borish kerak yoki bo'lmasa o'sha nogironlar uyiga borish kerak, yo qarindoshlarimiz kasal bo'lsa borib bir ko'rishimiz kerak. Bizdagi bor ne'matni ularda zavol bo'lganligini ko'rib, keyin odam qadriga yetadi. Inson toki o'zidagi bor ne'matni qachon qadrlaydi? Boshqalarda zavol bo'lganini ko'rgandagina qadrlaydi. Bugun telefonni ochib qarasangiz, yuragingiz ezilib ketadi. Dunyoda bo'layotgan bu urushlar, odamlarning sarson sargardon bo'layotganligini Allohga shukr qilmaymizmi bu yurtdagi tinchlikni? Tinchlik haqida gapirsak, balandparvoz gap sifatida qabul qilishadi. Gapirishimiz kerak. Tinchlik bo'lmasa to'y qilasizmi? Tinchlik bo'lsa, hozir bo'lmasa shu yerda o'tirasizmi? Allohga shukr, yurtimiz tinch. Tanimiz sog'. Bu juda katta ne'mat bu ikkalasi. Tanning sog'ligi, yurtning tinchligi odamlar ko'p ham qadriga yetmaydi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar.